Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham qiziq bo'lgan mavzuni gaplashamiz va o'rgataman. Bugun biz qanday qilib yukni olib, oxirigacha yetkazib berishni protsessini ko'rib chiqamiz. Iloji boricha tushunarli qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, yuklarni qanday olsak bo'ladi o'zi? Bir necha yo'llari bor. Bulardan biri JT platformasi, oldin tushuntirganimdek qanday qilib JT dan yuk olishni. Ikkinchisi Telegram chatlar bo'lishi mumkin. Brokerlar bilan qandaydir Telegramda chatlaringiz, o'zingiz gruppalaringiz, kompaniyani gruppalari shulardan olgan bo'lishi mumkin yoki WhatsAppdan. Dispetcherning vazifasi qanday yo'l bilan bo'lsa ham trakiga yuk olib berish, yuk bilan ta'minlash hisoblanadi. O'zi aslida shuning uchun har xil yo'llari bor. Bu USPS bo'lsin, bu Telegram chatlar bo'lsin, bu WhatsApp bo'lsin yoki JT platformasi bo'lsin, Trackstop bo'lsin. Shunga o'xshagan platforma yoki resurslar ko'p, sourcelar ko'p va dispetcherning vazifasi qanday sourcedan foydalanmasin, trakni yuk bilan ta'minlash. Hozir men sizlarga noldan tushuntirishga harakat qilaman, qanday qilib yuk olishni. Xo'p, birinchi o'rinda trakimizni lokatsiyasini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, aytaylik, bizning trakimiz Chicago, Illinoisda turibdi va birinchi o'rinda JT dan oqtarib olamiz. Chicago, Illinoisdagi yuk oqtarishni boshlaymiz. Ekranda ko'rib turganingizdek Chicago, Illinois kirgizamiz. Hop, deadhead 150 mil radiusda qarab ko'ramiz. Boshiga kamlik qilsa oshiramiz, 250 radius ko'ramiz. Buni 400 radiusgacha oshirsa bo'ladi. Destination shart emas, chunki bizga destination yozsa, aynan bir joyga bormoqchi bo'lsak, shunda yozamiz. Masalan, bizga Chicago, Illinoisdan New Jerseyga yuk kerak bo'lsa, shunda yozsak bo'ladi. Biz driver, ya'ni biz hamma shtatga keta olsak, u yozish shart emas destinationga hech narsa. Equipment key. Hop, one standard qo'yamiz. O'zimizni treylerdan kelib chiqib equipment qo'yamiz. Ya'ni menda deylik one, shuning uchun one standard qo'ydim. One standard optionini qo'yganimizda hamma vanga to'g'ri keladigan yuklarni kelib chiqaradi. Hop, full and partial. Bizga full ham, partial ham to'g'ri keladi. Qolaveradi bu. 53 feet, weight 46,000 gacha qilib qo'yamiz. Shu 53 feetimizda 46,000 gacha biz yuk ola olamiz. Aslida 45,000, lekin qaysidir yuklarda bo'lishi mumkin 45,200, 45,500. Buni trakimizni общий weightiga qarab, ya'ni trakimiz bizni общий poundiga qarab biroz ko'proq olsak bo'ladi 45,000 dan. Buni lekin общий summasi, ya'ni total weight 80,000 dan oshib ketmaslik kerak shunda ham. Hop, chislo bugungi sanani qo'yamiz. Search back bizda oxirgi 2 soatda chiqqan yuklarni ko'rmoqchi bo'lsak, shuni qo'yamiz va oqtarishni boshladik. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek bizga har xil optionlar chiqdi. Endi bularning orasidan o'zimizga kerakligini tanlaymiz, oqtaramiz. Masalan, aytaylik, RPM hech bo'lmasa 228, mana shu yukni olaylik. Endi biz buni emailni olamiz, brokerni yoki to'g'ridan to'g'ri telefon qilamiz. Hozir bu yoqda nomer yo'q ekan, shuning uchun emailni olamiz. Hop, kopировать va emailga o'tamiz, o'zimizning emailga. Hop, compose yangi email. Brokerning emailini qo'yamiz va yukni qayerdan qayergachaligini olamiz. Masalan, subjectga Franklin Park, Illinoisdan Forest Park, Georgiaga. Qo'ydik. Endi qanday so'raymiz? Har xil yo'llari bor yukni so'rashni. Masalan, yuk haqida more info desangiz bo'ladi. Bu so'rashingiz bo'ladi yoki just info. Yuk haqida informatsiya.
har xil yozishingiz mumkin. Emailda shuni bilinglar, har doim formalniy yozishlaringiz kerak. Hech qanaqa faqat katta harf bilan caps lockni qilib yoqa olmaysiz yoki diplomatичный bo'lishga harakat qilinglar emailda yozishlaringizga, chunki emaildan hech narsa o'chib ketmaydi. Jo'natgan narsangiz qoladi. Buni Telegramga o'xshab o'chirib yubora olmaysizlar. Xo'p, yoki o'z trakingiz haqida informatsiya bersangiz bo'ladi. Elena in Chicago, Illinois, empty, ready to go. Shunday yozsangiz bo'ladi yoki agar team driver bo'lsa, team drivers. Shunaqa yozib qo'ysangiz bo'ladi. Har xil qilib informatsiya so'raysiz va undan keyin send qilamiz brokerga. Brokerga send bo'lgandan keyin email brokerdan javob keladi. Yukni informatsiyasi haqida, qachon pick-up, qachon delivery va nech pul to'layapti. Emailda buni o'zingiz negotiate qilib ketsangiz bo'ladi, yozishib. Agar qanchadan narx bersa, undan ko'ra qimmatroq so'rab, buni tushirib narxini yoki ko'tarib negotiate qilsangiz bo'ladi, o'ziga to'g'ri keladigan narxni. Masalan, aytaylik, shu yukni biz gaplashib $2000 ga olyapmiz. 1700 lik yukni Illinoisdan Jorjiyaga $2000 ga oldik. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz buni o'zimizni bortimizga qo'yib ko'ramiz. Bizga shunda 20 mile deadhead bilan 772 mile bo'lyapti. Aytaylik, dushanba boshlayapmiz va Azizbek driverimiz. Xo'p, 772 milga $2000 ga oldik dushanba kuni. Bu yomon emas, mana ko'rib turibsizlar, 259 dan kelyapti, Illinoisdan Jorjiyaga qarab tushib ketyapmiz. Xo'p, keyingi protsess nima bo'ladi? Xo'p, yozganimizdan keyin, kelishganimizdan keyin brokerdan bizga rate confirmation keladi, yuk haqida ma'lumot va uni narxi. Rate confirmationni biz yaxshilab tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Bizga bergan informatsiya, ya'ni biz gaplashgan informatsiya bilan mos kelyaptimi, yo'qmi? Ya'ni delivery timelari, pick-up timelari, narxi, biz kelishgan narxni jo'natdimi, yo'qmi? Shu haqida yaxshilab tekshirib olamiz va rate confirmationda o'zini instruksiyalari bo'ladi, qandaydir notlari bo'ladi, haydovchiga beriladigan notlar bo'lishi mumkin. Shu notlarni hammasini ko'rib chiqamiz. Broker o'zini charjlarini yozib qo'yishi mumkin. Qandaydir xato qilsangiz shuncha charj, masalan, tracking qabul qilmaganing uchun $250 charj bo'lasan yoki BOLni jo'natmasang $150 charj bo'lasan. Shunga o'xshagan notlar yozib qo'yishi mumkin. Buni yaxshilab ko'rib olinglar. Ertaga yukni delivery qilganlaringdan keyin charj, ya'ni puldan olib qolib shtab jo'natmaslik uchun. Xo'p, rate confirmationni olganingizdan keyin bizni keyingi qadam haydovchiga bu yuk haqida tushuntirib berish bo'ladi. Hozir masalan aytaylik, bu rate confirmationda dispatch qilib berasiz. Load number qo'yamiz. Birinchi o'rinda rate confirmationda har doim load number bo'ladi. Shu load numberni olib yozamiz. Masalan, load number 1267 deylik, shunaqa. Va undan keyin qandaydir notlari bo'lsa, shuni yozib berasiz. Qaysi kompaniya bo'lib, shipperga borib checking qilishi, ya'ni shipperga borganda qaysi kompaniyadanligini aytishini aytasiz driverga, yoki qandaydir special notlar bo'lsa, aytganimdek tracking qabul qilmasang shuncha charge, yoki bu ishni qilmasang, bill of lading jo'natmasang shuncha charge, shunga o'xshagan notlarni yozib berasiz. Bu yoqqa notes deb qo'yaman. Undan keyingi narsa pick-up vaqti. Har doim driverga pick-up vaqtini berasiz. Bu aytaylik 9 AM da pick-up bo'lyapti. 9 AM dedik va biz unga rate confirmation olib pick-up adresini beramiz buni tagida. Forest Park, Illinois deb olaylik masalan va delivery'si ketayotgan joyi va vaqtini aytamiz. Vaqti
ya'ni ertaga 9:30 gacha ya'ni 9:30 da pikap qilib, ertasiga 9:30 gacha olib borish kerak. Bu endi first come first serve bo'lishi mumkin. Men yana bir option beraman. Masalan, first come first serve 9 dan deylik 16:00 gacha. Bu degani haydovchi 9 AM dan ertalabki 4 PM gacha yukni tushirib ola oladi. First come first serve deganini tushuntirganman. Bu degani birinchi kelganga birinchi xizmat ko'rsatishadi. Bu yerda живая очередь bo'ladi. 9 dan 4 gacha trak kelsa, shuni tushirib olishadi yoki yuklashadi. Va ketayotgan joyimiz, adresimizni beramiz. Masalan, Atlanta, Georgia deylik. Atlanta, Georgia. Xo'p, bo'ldi. Shunday misolda haydovchiga dispetch qilib berishingiz kerak bo'ladi. Shu narsa dispetching deyiladi. Va narxiga kelsak, buni agar company driverlar bo'lsa, ya'ni kompaniyangizning trakini haydaydigan driverlar bo'lsa, unga narxi aytilmaydi. Lekin owner operator bo'lsa, ya'ni o'zini traki bilan haydovchi kompaniyaga ishga kelgan bo'lsa, ularga narxi muhim, ularga aytiladi. Va dispetch qilindi, haydovchiga yuborasiz. Keyingi etap nima bo'ladi? Haydovchi shu bergan adresingizga boradi, yuklanadi. Yuklangandan keyin sizga bill of lading tashlaydi. Masalan, mana shunaqa bill of lading tashladi deylik, ekranda ko'rib turganingizdek bill of lading. Va buni albatta biz brokerga jo'natib, to'g'ri va noto'g'riligini bilishimiz shart. Copy media emailga o'tamiz. Xo'p, va biz brokerga buni jo'natamiz. Xo'p. Demak, olgan yukimizni chainiga, ya'ni olgan yukimizni brokerini topamiz. Topib bo'lganimizdan keyin bill of ladingni hozir jo'natishni, qanday qilib formalni jo'natishni ko'rsatib beraman. Shunchaki example uchun bitta email yozaman. Subjectimizga qatdan qatga yukimiz va yuk nomerimizni yozib qo'ysa bo'ladi. Illinoisdan Georgiaga load number masalan 2 3 4 5 6 7 qilgandik. Shu load number. Endi yuk pick-up qilinib olgandan keyin, ya'ni yukni yuklab olganimizdan keyin bill of ladingni qanday jo'natamiz? Good morning yoki good afternoon vaziyatga qarab. Hop, load number yozamiz. Qaysi yukni haqida gapirayotganimiz обязательно load number shunaqa. The load has been picked up. Ya'ni yuk yuklanib olindi. BOL is attached. Bu degani, ya'ni BOL ni biz joyladik. Let us know if we are good to go. Ya'ni bizga shuni aytgan, biz keta olamizmi yo'qmi? Ya'ni bill of ladingda hech qanaqa xato yo'qmi? Good to go ketsak bo'ladimi deb brokerdan ruxsat so'raymiz. Va albatta bu yoqqa bill of ladingni joylaymiz. Xo'p, bill of lading joylandi. Qanday holatda bo'lishini ko'rib turibsizlar. Shunday bill of lading jo'natiladi va buni brokerga jo'natamiz. Va brokerdan javob kelgandan so'ng, ya'ni ha ketsa bo'ladi, yes good to go degandan so'ng haydovchimiz facilitydan, ya'ni shipperdan chiqib deliveryga qarab yurishni boshlashi mumkin. Xo'p, endi keyingi bosqichda, ya'ni keyingi step qanday bo'lishini aytib beraman. Haydovchimiz vaqtida deliveryga borgandan so'ng, ya'ni manziliga yetib borgandan so'ng bizga POD tashlaydi, ya'ni delivery qilganlik haqidagi hujjatni.
uni ham haydovchidan olamiz. Masalan, shunimiz bizga POD bo'lsa, masalan, mana qo'l qo'yilgan. Bilasizlar, BOL va POD ning farqini. BOL shu yuk haqida ma'lumot, qancha og'irligi, bu yoqda qancha piece bor, ya'ni chashlari bor, qayerdan qayerga delivery qilyapti va pickup nomer hamma yo'q bo'ladi bill of ladingda. Va POD bilan bill of ladingning birgina farqi, POD ga xuddi shu bill of lading qog'oziga qo'l qo'yilsa, ya'ni imzolansa, shu narsa POD ga aylanadi. Ya'ni proof of delivery bo'ladi. Xo'p, buni olamiz. Copy media va yana emailimizga qaytib brokerga yana update beramiz. Ya'ni yuk tugatilganligi haqida info beramiz. Xo'p. Yana load numberni beramiz. Load numberimiz 1 2 3 4 5 6 7 va tagidan yozamiz. The load has been delivered. POD is attached. Please let us know if we are good to go. Xo'p, shunday formatda, shunga o'xshash formatda yoziladi. Emailga yozilayotganda har doim aytganimdek formalniy bo'lishi kerak. Shuni yoddan chiqarmanglar. Va POD ni jo'natamiz. Загрузка qilyapmiz. Xo'p, mana shunday formatda bo'ladi. Va buni ham brokerga jo'natamiz. Broker bizga aytgandan keyin bo'ldi, yuk tamomlandi, sen ketsang bo'ladi degandan keyin biz accounting bu POD'larni factoringga jo'natadi va factoring bizga bu yuklarni pulini 1-2 kunda tashlab beradi. Factoring qanday ishlashini oldingi darslarda tushuntirib berganman. Xo'p, shu bilan biz yuk olish prosesimiz xuddi shunaqa bo'ladi. Emaildan shunday jarayonda bo'ladi va shunday update beriladi. Yana yuklarni telefon qilib ham olsa bo'ladi. Bular haqida ham examplelar qo'yib ketamiz. Telefonda gaplashilayotgani, live qanday gaplashamiz, sizlarga patternlar beramiz, qanday so'zlarni ishlatsa bo'ladi. Hammaga rahmat. Bugungi yuk olish prosesimiz tugadi.